Kamerangizni o'chiring, kamerani yoqish huquqi umuman ega emas. Nima deysiz? Men axborot xizmat xodimiman. Bo'ldi, men ham kameramni bemalol. yoqib turisham. Bemalol. Bo'ldi aka. Siz kamerangizni ko'rsating, videolarni ko'rsatasiz. Pul butun joyimda. Qarama-qarshi bo'lakka chiqdingiz. Qachon? Bir yo'l yotiq chizig'ini bosib, Xo'p, xizmat avtomashinasidan mayoqchalar yongan holda harakatlanib kelyapmiz. Siz qarama-qarshi bo'lakdan bizni quvib o'tyapsiz. Mashina ichiga qarang qancha bolachalar bor ekan. shuncha sekin haydayapman akajon. Sekin hayda, bular hayotdan xavf qo'yib. 60 haydayapti akajon. Agon qilyapman. Burun bu. Xavfli burilish, bir chizig'i bor. 70 ta afg'on qilib o'tdim akajon. Meni aybi turmush uzr lekin. Bir-birda bosib qarama-qarshi bo'lakka chiqib o'tish mumkin deng, mayli men ketaman. Akajon, men aybimni bilaman aka, lekin bu yoq 60 haydab shurgan majbur qilyapti-ku. Aka, agarda transport vositasi 40 km/soatdan yuqori tezlikda harakatlanmasda, istisno tariqasida qarama-qarshi bo'lakka chiqib bir chizig'idan yo'q, siz o'zingizga javob bering. Spark ham ushlanadi, balkim Spark bo'lsa. Qanday yo'l to'g'rimi? 320 qanday? Shuni bilmadim men. Bilmayman, bilaman sizga qanday yo'l berdi? Bir-birda aytdingiz. Bir yo'l chizig'i. 320 qanday yo'l berdi? 320 bilmayman. Quvib o'tish taqiqlanadi degan yo'l berdi. Aka, quvvat taqiqlanadi. Oling syomkaga. Xo'p. Bir yo'l chizig'i. Xo'p. To'xtash taqiqlanadigan joy mana ketdingiz, qarang. Qanday ketyapsiz? Faqat meni endi eshiting. oldindan Sparkchi. Qani Spark berdim? Spark o'rgatganimiz yo'q. Orqaga qaytaring akajon. Endi eshitib turing. Yana bitta savol sizga. Bu quvib o'tish qanday hollarda taqiqlanadi? Hozir bu devor bekor bo'lmadimi hozir? Devorni ham yo'qoting mayli. Tasavvur qiling, bir chizig'i ham yo'q deb tasavvur qiling. Devorni bekor qilasiz. Bir chizig'i yo'q, devor yo'q deb tasavvur qiling. Yo'l belgi ham yo'q deb tasavvur qiling. Lekin bor. Shunday ham xavfli burilishga quvib o'tiradimi yo'qmi? Akam, oldindan mashina yo'qligiga ishonchim yetyapti. Kechirib qo'yibsiz. Siz qoidalarni bilmaysiz. Shuning uchun sizga nisbatan hozir inspektor ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiradi. Agarda 35 km/soat tezlikda haydaganda ham xavfli burilishda quvib o'tishingiz mumkin emas. Esingizdan chiqmasin. Aka, Qo'shtirnoq ichidagi mushuk bo'lganingiz uchun yo'lda odamlar avariya bo'lib, mana shuncha yosh bolalar o'lib ketyapti. Aka, bugun hozir men shu yerdan kuzatib turdim. Agar mana shu aybini tan olib, haqiqatan quvib o'tdim, noto'g'ri quvib o'tdim desa, o'zgar ogohlantirib qayt demoqchi edim. Siz aybingizni bilib turib tan olmayapsiz. Yo'l harakati qoidalarini o'qing, o'rganing, keyin mashina haydang. Hop, mayli. Devor chiziq bekor bo'lgan bo'lsa, oldindan mashina yo'q bo'lsa, sizga aloqasi yo'q uni bekor bo'lgan. devor chiziq yo'q qoldi. Kamera uchun. Ya u ko'rdingizmi bilmaysiz. U chiziq bir chizig'i chorraqaga kelganingizda kamera syomka qiladi-ku. O'shandagi chiziqni bossangiz kamera fiksiyatsiya qilmaydi, lekin shunda ham inspektor ko'rsa protokol qiladi. Qonunda yozilgan. Mana svetofor, mana ajratuvchi chiziq, mana qarang. Mana bo'laklarga kelyapsiz, to'g'rimi? Xo'p. Mana uni bossangiz, Shtaraf emas u. GAI ko'rsa, GAI, eshiting, GAI ko'rsa shtraf yoziladi. GAI ko'rsa ham shtaraf emas. Men bilan sporlashmang, yo'q. Kamera buni aniqlasa, faqat mana bu chiziq degansiz. Mana bu chiziq. Mana bunisi sizni ko'rib turaman Instagramda. Men buni siz bosib o'tishga huquq egaga degan huquq bosilsa, kamera orqali aniqlangan qoidabuzarlik uchun qaror shakllantirilmaydi deyiladi. Lekin yo'l patrul xodimi protokol qiladi. Siz bilan bir kunlik emasmi aka? Qanday ko'ra noto'g'ri qilib o'tganingiz bo'yicha chora ko'rib qo'ydim. Ma'muriy amaliyot bo'limi uzun tuman sizga ma'muriy amaliyot qarorini chiqarib jo'natdi. 15 kun ichida 50% chegirma bilan bartaraf qiladi.